Bugun ko'pchiligingda bayram deydi, balo deydi, batar vechirinka qilamiz, ke deydi. Kechasi bilan olib yuradi kimdirlar, akalar, ukalar. Bilinglar, o'shalar eng katta sizlarga dushman bo'ladi. Sababi sizlar rejimingni buzdi. Bir kun uxlamasang, 10 kunlik trenirovkadan ketadi deydi. Judo shunaqa sport. Har kun trenirovka qilsang, 3 kunda formadan chiqib ketasan, lekin 3 oylardan formada qolasan. Mana chempion mira, olimpiy prizer. Ha, yuguryapti, trenirovka qilyapti. Shuning uchun bolalar bosinglar. Xudo xolasa inshaalloh zo'r bo'ladi. Mehnat faqat yana mehnat. Bayram degan u olimpiy chempion prizer bo'lgandan keyin xohlagan joyingga borasan, zo'r kutib oladi. Hozir yutqizib qo'ysang, Xudo ko'rsatmasin, birontasi oldingda turmaydi, o'zing yutqizding-ku deydi. Sen chaqirganingizda ham yo'q uni. O'zing kelding-ku deb qo'yib bo'yningga qo'yib qo'y. O'zing qolib ketasan. Yutsang atrofingda hamma bo'ladi.